Assalomu alaykum kanalim obunachilari, videoni oxirigacha kuzatib boring, like bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. 8-mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda onaxonga berilgan sovg'a olib qo'yilgani va uni o'g'riga chiqarishgani haqidagi video keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu holat jamoatchilikning keskin e'tiroziga sabab bo'lgan. Yashnobod tuman hokimligi vakillari onaxonni ziyorat qilib bo'lgan noxush holat uchun uzr so'rashgan. Mazkur holat yuzasidan xizmat tekshiruvi tayinlanib, ayolning qo'ldan sovg'alarni olib qolgan shaxs bo'yicha tegishli choralar ko'riladi. Onaxonni bayram bilan tabriklab, esdalik sovg'alari topshirishgan. Aziz tomoshabin, o'zingiz o'ylangchi, bunday holat oddiy obodonlashtirish ishida ishlagan inson uchun qanday holat? Fikringizni izohlarda qoldiring. Mana azizlar, ko'rib turganingizdek, Yashnobod tuman hokimi aynan o'zlari kelib, onaxonni tabriklab, bo'lgan voqea uchun uzr so'rab, u kishiga yaxshi esdalik bo'lib qoladigan sovg'alarni ulashishdi. Holat yuzasidan uzr so'rashdi. Sizni ko'nglingizni, sizni kayfiyatingizni to'liq buzilishiga olib keldi. O'sha opani ko'nglarini olib kimdir nohaq xafa qilibdi deb aytdilar. Shuning uchun opa sizni ko'nglingizni ko'targani, bayram bilan o'zimiz shaxsan bir og'iz tabriklab ko'z-ko'zga tushib ketdik. Rahmat, shunchalik ketsa rahmat, bayramlarni yaxshi o'tkazing. rahmat. Mamlakat opa, jon opa, sizga nisbatan kim shunaqa nohaqlik qilgan bo'lsa, u odamni обязательно biz topamiz va chorasini ko'ramiz. Ayollarni biz qo'limizda ko'tarib yuradigan vaqtimizda biz bitta ayolni xafa qilib o'tirsak, bitta ayolni ko'zidan yosh oqsa, ertalab kecham bularni bittasini ham uxlatganim yo'q. Doim. Mayli, meni hurmat qilsanglar, sizlarni Alloh hurmat qilsin. Mendan qaytmasa Alloh sizlarga boshqa joydan to'ylarga yetkazsin. Iloyo bolalaringizga bosh bo'ling. Boshqa narsada shamolla esib, martabasiz bundan ulug'lasin. Amin. Alloh faqat to'ylarga buyursin. Amin. Allohu akbar. Aytgandan kelsin. Rahmat sizga kattakon. Rahmat. Sizga ham bo'ling. Hech ham xato bo'lmang. mayli, rahmat. Shunchalik kelibsizlar. Rahmat. Baraka. Bayramlaringiz bilan sog' bo'ling, o'zingiz ehtiyot qiling. O'ylamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Alhamdulillah. Xo'p,